T-Bozor.uz ilovasida 2870 ta kanal, butun dunyoning kanallari, 10 mingtaga yaqin HD 4K formatdagi eng oxirgi dunyo kinolari. Qanaqa ustanovka qilish hozir men sizlarga o'rgataman. Aynan televizoringlar Android yoki Google TV bo'lsa, bu ilovani bemalol ustanovka qilib olishinglar mumkin. Birinchi bo'lib, televizorimizga File Manager ilovasini ko'chirib olamiz. File Manager. Buni televizorimizga ustanovka qilib olamiz. Ustanovka qilib olganimizdan keyin televizorimizni nastroykasiga kirib, nastroykasidan bu ilovani ochishga televizorimizga ruxsat beramiz. Разрешить управление всеми bosamiz va разрешить bosib yuboramiz. Shu ilova ochildi, File Manager ochildi. Endi bo'lsa buni ichiga mana shu oddiy USB flashkaning ichiga T-Bozor.uz ilovasi APK fayli yozilgan. Buni televizorimizga qo'yib, hozir ustanovka qilib olamiz. USB flashkani televizorga qo'ygandan keyin USB накопитель papkasini ichiga kiramiz va eng pastiga tushganimizda mana T-Bozor.uz APK fayli bor. Shuni ustiga bosamiz va televizor o'zini xavfsizligi uchun shu faylni ustanovka qilaymi deb so'raydi. Nastroykasiga kirib, shunda galochkani bosib yuboramiz. Установить bosamiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. 2870 ta kanal, bundan 1000 tadan oshig'i hozir ochiq holatda va tepasiga bossak, har xil 10 mingtaga yaqin har xil eng so'nggi filmlarni yaxshi kачествоda ko'rishingiz mumkin. Bu faylni qatdan olamiz degan savolingizga bizani Instagram kanalimizga obuna bo'lib, Telegram kanalimizga obuna bo'lsanglar, Telegram kanalimizda APK faylini tashab qo'yamiz. Bemalol USB flashkaga ko'chirib olib, televizoringizga ustanovka qilib olishingiz mumkin. Yana bir eslatma, agar 6 oy, 1 yil davomida bu o'chib qolsa, biz yangi eng so'nggi obnovleniyasini Telegram kanalimizga qo'yib boramiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bemalol obnovить qilib, qaytadan maza qilib ko'rishingiz mumkin. Rahmat hammaga.